YouTube ahli, assalomu alaykum. Bugun hammaga qiziq bo'lgan tema asosan ayollarning eng og'riqli nuqtasi nima uchun sport bilan shug'ullansa ham, suzishga borsa ham ayollarning qorni umuman ketmaydi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Ayollar tug'ruqdan keyin qorni osilib qoladi va qorin atrofida juda ham ko'p burmalar, terilar paydo bo'ladi va bel, umuman yegazitsa, ya'ni po'pa qismi umuman ajralmaydi. Bir xil to'rtburchak bo'lib qoladi. Sababi esa tug'ruq payti diastazning paydo bo'lishi. Shuni hisobiga ayollarning figurasi buziladi va umuman figura hosil bo'lmaydi. Undan keyin esa sport bilan shug'ullanasizmi, suzishga borasizmi, figurangiz asli holatiga qaytmaydi. Bu esa siz uchun diskomfort va estetik jihatdan juda ham xunuk ko'rinadi. Diastaz nima uchun paydo bo'ladi? Homiladorlik paytida ayollarning o'rtasidagi oq liniya, ya'ni qorinning o'rtasidagi liniya anchagina kengayadi va muskullar ikki tarafga ajralib qoladi. Va homiladorlik payti, tug'ruq payti, to'g'rig'i tug'ruqdan keyingi holatda bandaj taqilmasa, bu holat saqlanib qoladi. Bu esa semirishdan ozishga umuman olib kelmaydi. Ya'ni doim semizib turasiz. Ozsangiz ham qorningiz osilib turadi. Oldi qorinda fartik bo'lib turadi, xuddi kenguru kabi. Buni yo'qotishning eng yaxshi va samarali usuli esa bu operatsiya abdominoplastika yoki liposaksiya operatsiyasi hisoblanadi. Ikkalasi birda qilinsa, sizni qomatingiz, ya'ni bellaringiz chiqadi, po'pa ajraladi, ikki yon tomon kiradi. Qorindagi esa siluetlar paydo bo'ladi. Bu esa sizni estetik taraflama juda ham yaxshi holatga olib keladi, juda ham chiroyli holatga olib keladi. Bemalol plyajda yura olasiz, bemalol basseynlarda borasiz, bemalol kiyimingizni hattoki eringizni oldida ham yechinishga umuman uyalmaysiz, qo'pol qilib aytganda. Abdominoplastika payti esa sizni diastazlaringiz tikib chiqiladi, kindigingiz boshqatdan qilinadi va osilib qolgan fartuklar yo'qotiladi. Razrez o'rni, ya'ni kesma o'rni esa turstukning rezinkasidan bo'lganligi sababli umuman ko'rinmaydi agar bilinib qolsa ham. Lekin 90% patsientlarimda, ya'ni operatsiya qilgan holatlarimda chandiq izlari deyarli qolmagan. Faqatgina ortiqcha teri olinmaydi. Ortiqcha teridan tashqari hisobga olinadi. Sababi razriv paydo bo'ladi. Homiladorlikdan keyin qorinda yorug'lar paydo bo'ladi. Bu yorug'larni yo'qotishni ham birdaniga abdominoplastika orqali qilsa bo'ladi va operatsiya payti deyarli 90-95% yorug'lar ketadi. Как будто qizlarning qornidek umuman tug'magan qomatga erishasiz abdominoplastika natijasida. Operatsiyaga yozilmoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Shu raqamda bo'lamiz. Telegram raqamlari ham xuddi shu raqamlarda bo'ladi. Bemalol yozishinglar yoki qo'ng'iroq qilishinglar mumkin.